Bu mening davlatimga kirmadi, lekin ajdarholar davlatidaman. Video ketyapti ekan. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men o'sha Muhammad Botir. Do'stlar, nega sen bu yerda turibsan? Nega boshqacha kiyimdasan desalaring, men qirol bo'ldim. Rostdan qirol bo'ldim. Nega desalaring, qaranglar do'stlar, men qirol bo'lishimga bitta davlatga kelib qoldim, hushimdan ketib. Va bu davlatga ko'zimni ochsam, bu yerda ekanman. Kelgan bu yerni qiroli juda saxiy ekan, yaxshi ekan. Men u bilan do'stlashib olganimdan keyin do'stim, yaqin do'stim bo'lganidan so'ng u vafot etdi va bu qirollikni menga tashlab ketdi. Shunday qilib men qirol bo'ldim bu yerga va ajdarholar davlatiga. Mana mening ajdarhoyim yangi. Mana o'zimni ko'ynagimga mos tushadi, bosh kiyimimdan tashqari. Nima bo'lmayapti? Oy, maniksan baribir. Mana. Bo'ldi, bu olov pulkiydi mana. Eng zo'ri meni kiyimimga mos. Wow, do'stlar, men bu qirollikning anaqasiman. Qiroliman, shuning uchun menga bitta o'zi anaqa kerak. Ajdarho. Chunki ajdarholar davlatida yashab, ajdarhoni qilmasam bo'lmaydi. Ana sakrachi. Hech chiqmayapti-yu. Ikkita blok ekanda. O'zimni davlatimga kirolmayapti ana drakonimda. Yangi anaqa ekan. Sotuvchimi? Shunaqa. Endi tepaga chiqolmayapman. Mayli. Hozir bu nimaga kelganini so'raychi. Shetda turibdi. O qalaysiz? Qalaysiz? Sho'xim qalaysiz? Sen kecha kuni nima qilding? Mo'xbon. Sen kecha kuni yomon ish qilding, nima qilsang? Yomon ish, men hech narsa qilganim yo'q-ku. To'g'risini ayt, kecha kuni nima qilding sen? Hech narsa qilganim yo'q-ku. Qani mana. Ajdarim, kechir meni. Hozir anoying bilan portlatib yuboraman. Qochma. Do'stlar, bu kecha kuni o'g'irlik qilayotgan ekan bitta uyda. Bo'ldi. Bilepsan, qarsan. Yur. Yurmayapti bu. Arqon qani? Uy, ancha jon ketkizibdi-yu mana yarim jonini. Mana bu mening aloqam. Bizning ham dushmanlarimiz bor. Kimsalaring Minecraft kinosini ko'rganmisizlar? O'shandagi odamga o'xshash o'sha pinglinglar, o'sha bizning eng katta dushmanlarimiz. Chunki ular bizga kecha kuni pul talab qilishdi. Agar pulni bermasang, seni davlatingni yo'q qilamiz deganida, men pul ataylabdan bermadim.
Chunki biz davlatda pul hali unchalik yo'q. Drakonlar davlatida bular sotsak bo'lmaydi. Qanoting sig'mayapsanmi? Shunchalik ham semirib ketadimi? Voy, uchmaydi ham-da bular. Qani do'stlar, men hozir sizlarga bitta narsani aytaman. Videoni to'xtatib tursan, o'zim ularni qamoqxonaga kirib ko'rsataman hozir. Vaqt ko'p bo'ladi. Mana Malgosha shu bizni davlatni yo'q qilaman degan. Jim tur. Jim tur deyapman. Oy, chicha qoldi. Yangi hunar chiqaryapti-yu bu. Sen rahmdillik qilib bo'lmasa keyin bu uchur o'ryapti-yu bu. Wow. Nima qilyapti? Malgosha, haddingdan oshmayapsanmi navoda? Do'stlar, chicha kechtiringlar. Mana do'stlar, hozir Malgoshani juda yomon narsa kutyapti. Do'stlar, Malgosha bugun kuchini to'playapti. Telefon yaramaysan. Do'stlar, Malgoshani hozir o'ldirmasak, unda kech bo'lgan bo'ladi. Men senga bitta amr aytaman. Qilmasang seni yo'q qilaman. Men senga endi izimingda turmayman. Ko'ryapsizlarmi? Hozir bu meni ochvoradi. Men senga o'xshagan jinni basman, Malgosha. Do'stlar, men sizlarga Minecraft kinosini chiqaraman degandim. Lekin davlatimni bu yo'q qilyapti-yu. Mayli, bir marta yo'q qilsa banda. Malgosha. Do'stlar, men o'zimni davlatimni nima qilib qo'ydim? Davlatim. Do'stlar, to'xtanglar, kreativga kirmasdan kiribman, tuzlab qolmasam bo'lmaydi. O'zimni davlatimni o'zim iflos qilyapmanmi? Do'stlar, shunaqalar bizni davlatimizni bosib ketishgan. Shuning uchun biz bularni yo'q qilishimiz kerak. Bitta jo'ra qilmayapti-yu bu Malgosha. Bu Minecraft filmini ko'rgan bo'lsalaring ham, bu Minecraft filmida eng yovuz bo'lib chiqqanda. Ko'rganlar, ko'rmaganlar, men kanalimga tashlab qo'yaman degandim, lekin kanalim bloklanib ketaydi deb tushundim. Do'stlar, anchadan beri video chiqarmay qo'ydim o'zi. Lekin chiqargim kelmayapti, chunki 11 ta, 12 ta edi, o'shanda ham 11 ta bo'lib qoldi do'stlar, obunachilarimiz. Aktiv pasayib ketyapti. 35 ta, aktiv pasaygani yo'q. 35 ta odam ko'rib, bitta 2 ta like bo'lyapti, bitta ham obuna bo'lishmayapti mana. Nima bu do'stlar?
Shuning uchun do'stlar men video chiqarmayapman. Davlatimni chala qolgan joylarni to'g'irlamasam mana bo'ldi do'stlar, mana shuning uchun men qo'rqyapman davlatimdan. Chunki davlatim juda qo'rqinchli bo'lib ketgan. Do'stlar, shuning uchun men video ham chiqarmayapman. Do'stlar, shuning uchun obuna va like va obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Men o'zimni taxtimga o'tirib hukm chiqarishim kerak. Chunki hozir biz askar to'plamasak, mana Malgusha o'zim bitta o'ldirib ham qo'ydi, men o'ldirolmadim, bitta. Bunaqa Malgusha tiqilib yotibdi ag'darda, mana bitta ikkita bor. Demak, o'zim aytib chiqay. Bu yerda vazir ham yo'q, vazir qayerdaligini ham bilmaydi menimcha. Mana vazir. Mana vazir. Ey vazir. Voy, qirolim, qattiq urmang meni. Men ham molim bor. Vazir, senga bitta narsani aytay. Ertaga video olishim mumkin. O'shanda men video olsam, o'shanda nima bo'lsin? Qara, biz ertaga hujum qilamiz Malgushaning davlatiga. Malgushalar davlatiga. Nima aqlingizdan ozdingizmi, qirolim? Nima? Ay, ularda askarlar qancha? Bizga bitta Malgushaga hozir o'zingiz ko'rib bitta askar olmadingiz. Men hali kuchim yo'qqanim yo'q. Kuchim yo'qsam kuchim ancha bo'ladi. Mana tiqsam yerga joy ochilib qoladi. Qirolim, nima bo'lsa ham siz bunaqa narsalar qilmang. Nimaga? O'shanga qirolim, sizga yomon narsa bor. Pastimizda zombilar ko'pgina. Bo'ldi. Qilamiz, lekin askarlarni ertaga anaqa qil. Drakonlar bilan tursa, drakon omali bo'lsin ularga. Mayli, ertaga askarlar tayyor bo'lib tursa, hamma golemlar. O'shaqa askar golemlarda temirni qo'yib tursa, o'zim boshlarini qo'yib chiqaman. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, ko'rdilaring, keyingi qism qirol va qirolnima desmi? O'shani keyingi qismi anaqada chiqadi. Yaqinda chiqadi. Xayrunda.